Men Rossiyada fikr bo'yicha, nutq bo'yicha o'rgatadigan rus ustozim bor edi. U har doim aytardi menga: "Sen ahmoq va nodon inson bilan hech qachon do'st bo'lma. U seni do'st qilishga jalb qilsa ham o'zingni do'stdek ko'rsat, lekin unga yaxshilik ham, yomonlik ham qilma", derdi. Men aytardim: Mayli, bu odamni insonni ahmoqligini bildim. Yaxshilik mayli inson qiladi, lekin nimaga yomonlik qilma dedingiz", dedim. Unga yomonlik qilganing sen uni fikrini ko'kka ko'targaning bo'ladi, dedi. Men aytdim: "Sizni uncha yaxshi tushunmadim gapingiz", dedim. "Yaxshi, senga tushuntiraman", dedi. Ahmoq insonni gapini ko'kka ko'tarishing, u bilan bahs-munozarani har doim qilishliging, dedi. Ya'ni ahmoq insonni o'zini zo'r deb o'ylab qoladi. Siz uni gapini zo'r deyishingiz bilan. Siz o'zingiz zo'r deyishlikka xohlamaysiz, lekin mana bu unday bo'ladi, mana bu bunday bo'ladi deyishingiz, uni ko'kka ko'tarishingiz va o'ziga ortiqcha baho berishingiz bo'ladi. Unga eng yaxshi yo'li: sen yaxshisan, sen zo'rsan. Mana shu xohlagan narsangga boraver. To'g'ri qilyapsan deyish kerak. Aqlli, ziyrak inson hech qachon birovni usti-boshiga qarab baho bermaydi. Uni nutqiga, dunyoqarashiga qarab baho beradi. Lekin hozirgi kunda shunday insonlarni ko'ryapmanki, men Rossiyada 7 yil yashagan bo'lsam, boshqacha fikrlaydigan inson bo'lib keldim bu yerga. Xorazmda yosh paytim yashaganimda boshqacha muhit va boshqacha odamlar edi. Hozir men keldimki ko'rdim, boshqacha insonlar va muhit ham boshqacha. Muhit yaxshi. Insonlarning orasida sanoqlisi bor. Ya'ni men hayron qolganim, Juldurvaqa kiyimda yurib turib, toza kiyimda yuradigan insonlarga yomon gapiradigan insonlar bor ekan. Ya'ni men bu yerga kelganimdan beri Rossiyada qanday toza, yaxshi kiyinib yurgan bo'lsam, xuddi shunday yuribman. Ya'ni men xameleon inson bo'lishlikni juda ham yomon ko'raman. Hamma insonlarning oldida bir xil. Meni Xudo qanday ko'rib turgan bo'lsa, ko'chada ham shunday yurishga harakat qilaman, lekin ba'zi bir farosatsiz, ahmoq insonlarga yoqmaydi ekanman, lekin ularni men fikrini ma'qullamadim. Sen to'g'ri shunday insonsan, mayli shunday bo'ladi, dedim. Lekin o'zimga o'xshagan, meni fikrimga mos insonlar kelganda, ularning fikri bilan hamjihat bo'laman. Meni 2 kun oldin do'stim mehmonga kelganda, qandaydir xizmat xodimi kelib qoldi. Meni ozgina ishim bor edi, qandaydir tashkilotdan. Shu odam ko'rib, sen dinga juda ham berilib ketibsan, bunday yurishingda bo'lmaydi, dedi. Men aytdim, dinga qanday berilib ketibman desam, imomlarga o'xshab kiyinibsan, mana do'ppi, mana kiyim, dedi. Men aytdimki, endi shunday inson ichida nima bo'lsa shu tashqarisiga chiqadi, dedim. Dedi, meni gapim unga yomon ta'sir qildi o'xshaydi, sen bunday, dedi. Men aytdim, men qanday inson bo'lsam ham, dedim, shunday insonman, dedim. Men sendaqa insonlarni ko'p ko'rganman, dedim, u insonga qarab. Kim bo'lsang ham menga qiziq yo'q, dedim. Sendaqalar bilan yumshoq gaplashib bo'lmaydi. Qonun bilan, demokratika bilan gaplashish kerak, dedim. Ana shunda, dedim, senday duxi baland bo'lgan, qo'shtirnoq ichidagi ahmoq insonlarning duxi pasayadi, dedim. Sababi hozirgi zamonda qonun kuchayishini sababi mana shunday ahmoq insonlar ko'chada o'zini ko'rsatadi. Ya'ni o'ziga men ko'cha bolasiman, ko'cha insoniman, dedi. U endi nima demoqchi men bilmadim, lekin buni aytmoqchi bo'lgan gapidan chiqadigan ma'no men tushunishim bo'yicha
o'zini ahmoqligini balandroq baqirib aytyapti-da. Endi bu yoqda hamma qarab turganda yoki shunaqa inson menga to'g'ri kelganda men ahmoq deb o'ylayman unaqa insonlarni. Endi yuziga aytmasam ham. Yuziga aytishga majbur qilsa aytaman. Bo'lmasa aytmayman. Shu inson ketgandan keyin menga do'stim aytdi. Do'stim, sen unaqa qattiq gapirmasding-ku. Nimaga unday qilyapsan dedi. Endi u do'stim bilan men masjidga boraveraman. Men aytdimki, shunday ahmoq bir iflos odamlar bo'lar ekan, yaxshi bo'lishingga qo'ymaydi dedim. O'ziga o'xshatmoqchi bo'ladi dedim. Ularga qattiq gapirib, o'ziga o'xshagan insonlarni ro'paro qilib qo'yish kerak dedim. Ana shunda hushiga keladi. Bo'lmasa o'zi iflos bo'lib, boshqalarni ham o'ziga o'xshagan iflos qilishga harakat qiladi dedim. Menga aql o'rgatayotgan insonni o'zi ko'rinishida bitta nimasi ham yo'q. Vid ruschada. Bizda chiroy deydilar. Men insonlarning ko'rinishiga baho bermayman, lekin ahmoq iflos gapni gapirayotgan insonni tashqi ko'rinishiga qarayman. Shu gapiga o'zi loyiq ekan deyman. Ya'ni iflos ahmoq insonlarning ko'rinishi iflos ahmoqona bo'ladi. Juldir baqa bo'ladi. Ya'ni biz o'zbek shevada aytganda. Aqlli, nutqi ravon, birovga yaxshi maslahat bera oladigan, birovni ko'ngliga tegmaydigan odamlarning ko'rinishida ham, nutqida ham xato kamchilik topish qiyin deb o'ylayman. Men shu yoshimgacha kimgadir baho bermaganman. Bu yirtiq yamoq kiygan, bu eski kiygan, bu ahmoq deb. Hamma odamga bir xil muomala qilaman. Lekin yomon gapirishingizga, ya'ni mana u pakana, mana u qoravoy, mana u semiz deb gapirishingizga majbur qiladigan befahm insonlar bo'lar ekan. Bunaqalar insonlarni orqasidan men gapirmayman. Gapirsam ismini aytgan bo'lardim. Shunaqa toifa deb ommatan aytyapman. Agar mening videomni shunaqa toifadagi insonlar ko'rayotgan bo'lsa, aytamanki, sendaqa insonlar baraka topmaysan hech biring. Baraka topishing uchun yaxshi inson bo'lishga harakat qil. Hasad qilma, mehnat qil. Mehnat qilmasdan birovga hasad qilishliging seni jar yoqasiga olib boradi. Mehnat qilib sabr qilishliging seni cho'qqilarga yetaklab chiqaradi. Mana shuni esingdan chiqarma. Endi bu gapim ana shunaqa ahmoq, befahm, ichi qora hasad qiladigan insonlarga tegishli. Yaxshi, samimiy insonlarga tegishli emas. Meni videomni ko'rayotgan insonlarni sof ko'ngilli, yaxshi insonlar agar menga aytayapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz, sizlarga aytayotganim yo'q. Bu gapim ana shu 3 toifadagi insonlarga tegishli. Ahmoq, befahm, nodon insonlarga. Keyingi videolarimni kuzatib boringlar va keyingi videolarimdan nima video chiqarishimni mana shu videoda kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarni kutaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.